Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana ikki etajli uyda isitadigan pechkamizning ikkinchi etaji. Birinchi etajidan yonadi. Katta duxovkani nari tomonga qo'yib, xotlarini urib olamiz. Bergi tomonga duxovka qo'yishdan oldin. Mana buni teshikdan chiqadi. Mana urilib ketadi. Undan ko'tarilib, bu yoqqa o'tib, bu to'sildi uni. Bu tarafga pastga tushadi. Pastdan bu tarafga o'tib turib, mayda katta yashik bo'ladi, demovoy yashik bo'ldi. Bu tarafga o'tib turib, mayda to'planib turib, lekin tepaga qarab chiqib ketadi. Mana bu bo'lganda yo'qni hammasini shofudan svarka qilib, hammasini shofudan svarka bo'ladi, shoflar hammasiniki. İkinci etajı bu. Birinchi etajdan yonadi. İkinci etajni bir ko'rsatib qo'yaylik. Bu tarafida duxovkasi bor. Bu tarafga esa duxovka. Bu tarafida. İkinci qavat, ikinci taraftagi temirni qo'ydik. Boya ko'rib o'tgan g'ishtlarga loyni choplab turib, temirni yopishtirib, undan keyin shoflarini mana burchaklardan mana qilib mixni qoqib devorga. Ham naryoqdagi g'ishtga mixni qoqib svarka qilib chiqdik. Hozir menga g'isht uriladi, g'isht urilgan g'ishtni ham har bir qatoriga svarka qilib chiqamiz. Mixdan shofiga tiqib. Pastga tozalaydigan bitta xotini qo'ydik. Boya videoda ko'rsatdim, aytdim. Tepasiga ham qo'ydik. Tepasidagi hamma yoqdagi kanaldagini tozalaydi, ham tepadagini tozalaydi. Primoy tushgan. Ishlarni ham anaqa svarka bo'ldi. Zimarlar to'samiz. Mana shu demovoy yashigi. Buni pas eshigi ochiq. Madan chiqadi. Ichida to'planib tepaga qarab chiqib ketadi. Mana shunda bo'ldi. Mayada bola eshikkacha kelib, eshikni mo tarafiga o'tdi, o'rtasiga pastga tushib turib, mana pastdagi eshikka borib turib, mo tomonga o'tib, madan chiqib kelyapti. Endi bu yerdan mashinaqasi yurib turib, 50. Mashina keladi, bu yerdan yana keyin tepaga chiqib ketadi.